Bugun sizlar qaranglar. Xam qog'ozni qandoq yasaydi bir ko'rsatib qo'yay ya. Mana shu üzümning qo'ziqi mana. Üzümning qo'ziqi. Bu qo'zoqni qaranglar. Ko'rdinglarmi? Bu qo'zoqni qaranglar, uning kamida suv chilaydigan gap mana. Ko'rdinglarmi? Suv chilab olgandan keyin mana yumshaydi bu. Yumshagandan keyin bir foydasi yo'q ekan sizlarga ib ko'rsatay desam. Qalanglar. Mana bu sudim shundoq yumshaydi. Yumshab bo'lgandan keyin qaranglar mana. Ma yumshab bo'lganda, shuningdan ma ichidagi oqni mana. Ma oqni, ma teshidagi ma bir qavat mani chiqarib etib, teshidagi pursin. Ma oqni mana menda ip qoladi mana. Shu iqi shu mana. Ko'rdinglarmi? Teshidagi bir qavat qarposini ilib etgandan keyin ichidagi ma oq postini ip qilib Ondan keyin 4-5 saat mana qozonda qaynatdi mana. Mana ko'rdinglarmi? Bayonqi postini. Mana. Yumshoq bo'ladi bu. Qaynatib mana bunda suzib oladi mana. Suzib olgandan keyin shuni bilan bayam qozondan og'inimiz mana. Buni mushtaq siqib, pomlab mana. Ko'rib boqay. Mana. Ma pomlab bo'lgan. Buni qozonga arın qachlaymiz yani. Bayamqi mana siqib ip qo'yganda hamda üzümning ma qo'ziqini. Yani urimiz bol qo'ygan. Buni yarım saat urimiz. Yarım saat urimiz kan. Ben hazır sordum. Bunu urayversak bu ezilib o'mashdek bo'ladi bu. Ben tazı qamlaştıramıdım ama bunu. Mana ma ezilib bo'lganda ma suv chilaymiz mana. Qaranglar ma suvga. Mana. Bayam bol qo'la azginimiz ma mana. Suv chilagandan keyin bu shunday qiyam holatga keladi bu. Endi bayamqi mana qiyam qilib olganni cho'mish bilan ilib mana. Mana ma qilib Qilibning ishiga qo'yamiz mana. Mana maning bilan takshi hammaga tangshib olamiz. Mana qilibqa ilinib bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Mana shuning bilan buni optab qo'yib mana quritamiz. Bugun havo tutuq, tasta. Qurdika ya qurmaydi bugun bir kunda. Eng oxirida mana so'yimiz qog'oz qurdi. Mana sizlarga o'sin xat yezib setayotgan qog'oz shu qog'oz shu.